Yaxshilik missiyasi loyihasi doirasida viloyatimizga kelgan rossiyalik yuqori malakali mutaxassislar nafaqat zamonaviy tibbiy usullar, balki inson hayoti uchun kurashda to'plagan yillar davomidagi tajribalarni ham bo'lishishdi. Samarqandlik shifokorlar uchun bunday hamkorlik tibbiyotning kelgusidagi yangi yo'nalishlarni anglash, amaliyotga xalqaro tajribalarni tatbiq etish imkoniyatidir. Viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi shifokorlari rossiyalik mutaxassislar bilan birgalikda ko'plab jarrohlik amaliyotlarini bajarishdi. Har bir jarayonni nafaqat amaliy, balki nazariy jihatdan ham muhokama qilishdi. Moskva shahridan kelgan o'zimizni kollegalar bilan birgalikda ishlab operatsiyalar qilyapmiz. Ulardan ko'p narsa o'rganib, mana Qizilmungach tishiga operatsiyalarda, u operatsiyalarda bizlarda ham qilinadi. O'sha qilinadigan uskunalar bizlarda muhtaram prezidentimiz, bizlarda hokimiyatimiz, bizlarda ma'muriyatimiz tomonidan olib bergan hozir zamonaviy hamma aparaturalar keltirilgan, o'sha operatsiyalarni o'tkazishga bizlarga imkoniyatimiz bor. Lekin ularda kelib biz o'sha narsalarni qandaydir yangi priyomlarni o'rganib, qanday qilib kasallarga shu foyda berganligi tufayli biz mana shular bilan hamkorlik qilib, ular bizlarga katta yordam beryapti. Mana bugungi operatsiyamiz ham ular bilan endi og'irroq, yoshi ulug'roq insonda operatsiya qilyapmiz. Biz o'ylaymizki, bu hamkorligimiz yana davom etib, bizlarda yosh shifokorlarimiz borib, o'sha yerda o'qib, tajribasini orttirib kelib, ular ham mana bizlar bilan muloqotda bo'lganda, bizlar ham sizlardan yangi narsalarni o'rganyapmiz. Sizlarga ham boshqacharoq priyomlaringiz bor ekan, sizlarda boshqacharoq an'analaringiz, taktikalaringiz bor ekan deb, biz birgalikda xirurglar mana shu bir-birimizdan muloqotda bo'lib, ular bizlardan, biz ulardan ko'p narsani o'rganyapmiz. Biz ishimizni Toshkentdan boshladik. Bu gal O'zbekiston Respublikasidagi ikkinchi missiyamiz. Eng go'zal shahar Samarqandga keldik va bu yerda turli shifoxonalardagi hamkasblarimiz bilan tanishdik. Viloyat shifoxonasida birgalikda Samarqand klinikalari sharoitida amalga oshirish mumkin bo'lgan qator murakkab texnologik operatsiyalarni o'tkazdik. Samarqand klinikalari eng zamonaviy jihozlarga ega. Jarrohlar qorin bo'shlig'i a'zolarida ham, inson tanasining boshqa qismlarida ham barcha turdagi operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyatiga ega. Biz birga ishladik, muloqot qildik, og'ir bemorlarni muhokama qildik. Bizda har doim yaqin do'stlik bor, chunki yondashuvlarimiz, fikrlashimiz umumiy. Demak, aslida biz hech narsa bilan farq qilmaymiz va shuning uchun yanada ishlashga tayyormiz. Sizning uslubingiz ham biz uchun juda dolzarb ahamiyatga ega. Bizning usullar esa sizlar uchun. Shu sababdan buning hammasi kelgusidagi hamkorlik uchun juda yaxshi istiqbollarga ega. Har ikki davlat shifokorlari birgalikda jarrohlik amaliyoti o'tkazishdi. Bu muvaffaqiyatli bajarildi. Muloqot doirasida kelgusida bunday tashabbuslar yanada keng ko'lamda davom ettirilishi yuzasidan kelishib olindi.